Assalomu alaykum, Islom Ustoz kanali a'zolari, hurmatli aka-ukalar. Mana bugun xudo xolasa darvozamizni Andijonga olib kelib o'rnatdik. Hurmatli aka-ukalar, kimga shunaqangi darvozalar qiziq bo'ladigan bo'lsa, ekrandagi nomerlarga telefon qilaverasizlar. Islom Ustoz sizlarning xizmatlaringda O'zbekiston bo'ylab dastavkalarimiz bor. Mana tog'amizga o'rnatib berdik. Tog'a, darvoza qalay chiqdi endi? Darvoza yaxshi. Xullov bo'lsin, endi nasib qilsin. Adres tushuntirib yuboring bu klientlarimizga. Savoy 5-bo'lim debdi. Savoy 5-bo'lim ekan, hurmatli aka-ukalar. Holatini ko'rib turibsizlar. Qo'rg'on-tepaga o'rnatdik bu darvozamizni. 1 kvadrat metri 900 ming so'mdan aksiya narxda chiqqan darvozamiz. 2 qavatli, hurmatli aka-ukalar. Materiallariga keladigan bo'lsak, 2 yoni 8 ikkilik stenkada bo'ldi. Mashina o'tadigan joylari 8lik shiviller. Profillarimiz 6 ga to'g'ri 1,5 stena, listlarimiz 1 uchlik, yuziga yana двойной list bosilgan, hurmatli aka-ukalar. Haytek shoplardan ham qo'yib berganmiz. Bitta baho berib qo'yaverasizlar. Kraskalarimizga ham garantiya beramiz. Zamoglari zubur zamok. Zamoklarimizga ham javob beramiz. Mana yopilishlarini ko'ryapsizlar. Hamma yo'g'i cho'tki xudo xolasa. Orqasida alohida qoplab qo'yadigani bor. Darvozamiz orqa holati sentr zamok. Hurmatli obunachilar, akamiz safarda turishib zakaz berishganida mana imoratlar chiroyli qilib solishibdi. Yaxshi kunlarga xizmat qilsin. Ana darvozamiz ham xudo xolasa skromli va chiroyli chiqdi. Eshigimiz 70 sm ochiladi, ochilishi. Kraskalarimiz bu kraslar. Mana holati. Hurmatli obunachilar, ishlarimiz yoqqan bo'lsa bitta like bosasizlar. Darvozamizning o'sha summasi 10,500,000 so'mga olib o'rnatdik. Hurmatli aka-ukalar, like bosib qo'llab-quvvatlab qo'yaverasizlar.